Voy xudoyim, bozorga borib, bu narsalarni olib kelgunimcha belim uzildi. Chiqqanimcha umuman charchab ketdim. Men nafaqat o'quvchilarga ingliz tilini o'rgataman, qisqa va tez, balki ularni bilimini rag'batlantirish uchun va ularga qo'shimcha motivatsiya berish uchun mana shunaqangi sovg'alar beriladi. Har oyda eng faol va eng aktiv bo'lgan o'quvchi prima uyga vazifalarni hammasini to'liq bajargan va darslarda, chatda mentor ustoz bilan va men bilan birgalikda har bitta darsni va uyga vazifalarni to'liq bajargan o'quvchilarga mana shunaqangi sovg'alar dastlabki qilib beriladi. Bu sovg'alar O'zbekistonda 12 ta viloyatga vaqtgacha o'quvchilarimizga yuborildi. Undan tashqari chet elga ham hattoki Berlingacha yuborildi, Dubaygacha yuborildi. Bu kelish qarindoshlar orqali. Demak, mana bunaqangi mikrofonda pullar nega kerak bizga? Bu bizga har doim aytaman, listening qilganda ko'proq taklif qilishimiz kerak. Taklif metodi bu eng zo'r va eng foyda beradigan usullarimizdan, ya'ni sharing qilish kerak. Taklif qilgan holatda o'sha eshitayotgan musiqangizni xuddi u kabi talaffuz qilishga va aytishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Agar o'g'il bola o'quvchimiz bir oy davomida 100% yaxshi natija bilan o'rgansa, mana shunaqangi sovg'a, qizlarga esa bunaqangi rangdan, bo'lmaganda yana bor bizada bu shunaqangi sovg'alar beriladi. Bu bilan o'quvchiga yanada o'qishiga bo'lgan motivatsiyani oshirib beradi. Ya'ni men demak yaxshi o'qisam, nafaqat o'ttish ham kursimizda nafaqat bilim olaman, balki sovg'a ham qolish. Sovg'a ham bekorchi, ya'ni kerak emas bo'lgan, hech kerak emas, shu chang bosib yuboradigan sovg'a emas. O'quvchi uchun foydali, ya'ni uni ko'rgan holatda o'zi sharing qila oladi. Kinoni ko'radi, musiqani ko'radi, birgalikda kuylab aytadi. Aynan. Xullas, bu juda ham foydali sovg'alar. Xo'p, bu sovg'alar hammasi emas. Foydali sovg'alarni navbatdagisini ko'rsatishni davom etaman.